Assalomu alaykum hammaga. Biza Bag'ot tumani Qulon Qorabog'damiz. Yosh o'smir mahallasi, Hazorasp ko'chasi 73-uy, Murod og'aning uyindamiz. Bu yerda ham ko'mir atabina xizmatlarini aytib berdik. Bu joyda hammaga yetgan material o'zlarimizdan bo'ldi. Uyimiz 10 tochka bo'ldi. 8 yera batareya qo'yildi. Shunday alyumin batareyalardan qo'yib, 90 gradusga kraniklarni qo'yib, rezvolarni yonib ishlab berganmiz. Batareyamiz Duralumin batareya deb aytiladi. Kalınlık eni 8 santim. Uyimiz полностью подача обратıyla samotyok sistemi bo'ldi. Dalanımıza 20'den 2 yere koyup berganmiz. Bu birinci batareyamiz. Bu tarafta ikinci batareyamiz. Bu joyimizga 68 metr 25'lik, 18 metr 32'lik, 25 metr 20'lik ketgan. Köpnelerimiz, devorlarımız umuman bir-birine doğru gelmeydi ekan, şuna sal dövüşte qiynaldık. Hem köpüsü özü evvelki özünü atab yenəsən onlarından getdi. Bu üçüncü batareyamiz. Bu spalnimiz yine bir yere 17, arı spalnlerini 18'letip koyup berganmiz. Bir yandan bir batareyamiz var. Zalımız adam 20 net bir yere koyup berganmiz. Keyin iloji boricha shu ko'mir atab yana o'tirgan vaqti baramiz uyni egalari ko'psi joyim yo'qmi shunda qo'yib ber, kotyolni yo'qmi shunda qo'yib ber dedi. Bu ko'mir atablina, bu gaz atablina emas ya, tokda qizmaydi. Ko'mirda ekonomiya tushishi uchun, tezroq qizishi uchun kotyolni iloji boricha o'rtalikqa qo'yib, tezroq borib, tezroq kotyolni yo'llarini asish kerak suvni. Ham iloji boricha suvni ozaytirish kerak. 25 metr 30 metr bo'yib ketadi oxirgi batareyalar kotyoldan. Ertang ko'mir rasxodi ko'payadi. Kukniyamiz ham 13 lat birini qo'yib berganmiz. Vanilalarimiz 10 lat. Beradan şu 4 kitaplı 350 kvadrat qizg'aton kotyolımızdan buldum. Nasozlarni qo'yib, samotyok sistemada ishlatib berganmiz. 70 gradus bo'lib turibdi kotyolimiz. Zaprasdan nomerlarni qoldiramiz, kim shunga xizmatlar kerak bo'lsa, bu navoni olasizlar. Bu ataplinamizda общий kotyol bilan birga hisoblaganda 30 million so'm pul chiqdi. Sog'mi, salomat bo'ling.